ham pul topganman, ham o'qiganman, ya'ni birga shu tajribani olib borganman. Keyin Whartonga o'tgandan keyin o'tda ham ishlaganman. O'tda kichik biznes rivojlanish markazida ishlaganman va boshqa ko'pgina har xil kampusda va undan tashqari, kampusdan tashqari masalan 3-kursdan keyin stajirovkam bo'lgan. Morgan Stanleyda Wall Streetda ishlaganman. Wall Streetda masalan ishlash men uchun ish olish men uchun oson bo'lmagan. Chunki boshida topshirganimda intervyudan o'tganman, lekin javob chiqqanda Morgan Stanleydan men srazu taklif olmaganman. Ish taklifini meni rezervga qo'shib qo'yishgan. Ya'ni agar ortib qolsa, kimdir masalan boshqa kimgadir taklif berilgan bo'lsa, ular agar o'sha ish taklifini qabul qilishmasa, keyin ortib qolganligi o'sha rezervdagilarga berilardi. Va menga kimdir aytgan o'sha paytda, agar sen borib hozir boshqa joydan, boshqa bankdan ish ola olsang, ish taklifi ola olsang, keyin senga ham anaqa betdan o'sha ishingni ola olasan deb. Keyin men borib rosa harakat qilib, u paytda Bear Stearns degan bitta kompaniya bo'lardi va Bank of America degan bank bo'lardi. Ikkita o'sha Minnesota bankka ishga topshirganman va ulardan stajirovka taklifini olganman. Keyin Morgan Stanleyga telefon qilib, mana yana ikkita taklifim bor degandan keyin ular 5 minutdan keyin telefon qilib, bo'ldi, ish saniki olasanmi deb taklif qilishgan.